Insoniyat qadim-qadimdan buyon jaholatga, bid'atga qarshi ma'rifat bilan kurashishga intilib keladi. Ellikqal'a pedagogika fakulteti talabalari ishtirokida jaholatga qarshi ma'rifat hamda kiberjinoyatlarning oldini olish bo'yicha bo'lib o'tgan uchrashuvda ham mamlakatimizda ijtimoiy-ma'naviy muhitni barqarorligini ta'minlash va diniy vaziyatni yanada sog'lomlashtirishga bag'ishlangan targ'ibot tashviqot tadbirlaridan biri bo'ldi. Uchrashuvda din ishlari bo'yicha qo'mitaning Ellikqal'a tumani bosh mutaxassisi Ergash Allaberganov, Ellikqal'a tumani ichki ishlar bo'limi vakili mayor Odilbek Ametov hamda fakultetning pedagog xodimlari va talaba yoshlar ishtirok qildilar. Uchrashuvda yoshlarga ijtimoiy-ma'naviy muhitni barqarorligini ta'minlash va dinlararo bag'rikenglikni mustahkamlash va yoshlarni yot g'oyalar ta'siridan himoya qilish, ularni sog'lom e'tiqod va diniy bag'rikenglik ruhida tarbiyalash, mafkuraviy tahdidlarga qarshi kurashishning dolzarb yo'nalishlari hamda xotin-qizlarning salbiy g'oyalar ta'siriga tushib qolishining oldini olish to'g'risida jaholatga qarshi ma'rifat, ekstremistik tashkilotlar safiga adashib kirib qolganlarning taqdiri hamda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qarorning mazmun mohiyati tushuntirib o'tildi. Shuningdek, ta'lim dargohida hamda jamoat joylarida kiyinish madaniyati va boshqa millatlarning kiyinish madaniyatiga taqlidning oldini olish bo'yicha tushuntirishlar berildi. Qolaversa, ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlarga kirib qolmaslik, tanimagan insonga o'zlari to'g'risida ma'lumotlar bermasligi, doimo ogoh bo'lishlari bo'yicha tushuntirishlar berildi. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlardagi turli feyk ma'lumotlarga ishonib qolmaslik va doimiy sergak va ogoh bo'lishlari, jamoat joylarida yurish-turishida yoki turli ijtimoiy tarmoqlar orqali har xil o'zgarish va shubha uyg'otadigan ma'lumotlar kelsa, hudud profilaktika inspektorlariga xabar berishlari mumkinligi aytib o'tildi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, bugun mamlakatimizda aholi, ayniqsa yoshlarning intellektual salohiyatini, tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirish, vatanparvarlik, xalqqa muhabbat va sadoqat tuyg'usi bilan yashaydigan barkamol avlodni tarbiyalashga har qachongidan ham jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Yoshlarning yot g'oyalar ta'siriga tushib qolishining oldini olish, ularni bunday ta'sirlardan himoya qilish esa nafaqat mas'ullarning, balki o'zini shu yurt taqdiri va millat kelajagi uchun javobgar deb biladigan har bir insonning mas'uliyatidir.